Obunachilar, yana o'sha Namangandagi pitomnikka kelganmiz. Qushlar zo'r, ko'z tegmasin mashalloh. 4 tadan bola chiqaribdi, bittadan olib qolganini sotibdilar. Ko'z tegmasin, mana shu qushlar o'ta katta yirik. Chunki sharoit ham zo'rlar. Quyosh nuri hamma yoq yetarli, komfort. Shu uchib yurgan bolasi, kattaligini qaranglar, mashalloh. Ota-onasidan katta chiqqan. Ko'z tegmasin, mashalloh deb yozib qo'yinglar. Hozir bir narsa ko'rsataman sizlarga. Katta qushlarga qushxona qurmoqchi bo'lsang, xuddi shunday quringlar, chunki ideal holatda qurilgan. Oldidan mana bundan qarab, qushlar don suvini berib, ozuqasini berasiz. Bu tomondan quyosh nuri, yorug'lik, sirkulyatsiya falan yetarli. Orqasida ham xuddi shunaqa yo'lak borda, u tomondan gnezdo ilinadi qushlarga. Ortiqcha bezovta qilinmaydi. Faqat shu bolalar aytganda gnezdosini, tuxumini ko'rib qo'yasiz. Boshqa payt bezovta qilinmaydi. Mana katta yirik qushlar. Bular hozir baqirmay turganda videoga olyapman, mikrofonim qolib ketibdi. Xudo xolasa boshqa yana bir video qilamiz. Mana qushxona. Uzunasi 2 metr oshiqroq. Mana tomonda gnezdo ilgani joy bor. Mana gnezdolarni bog'dan aylanib nazorat qilib qo'yiladi. Tashqi tomondan ko'rsatadi. Mana bu tomonda qushxonaning jinnisi bu. Mana. Xuddi o'sha nari tomonda ko'rsatganimdek oldidan tomosha qilib, don suvini berib, orqa tomondan gnezdo ilinaveradi. Shular ko'z tegmasin rosa bolalabdi. Sharoit yaxshiligiga bolani zo'r bergan. Maladoylarni sotishibdi. Bu yerda Aleksandr Anjelievida har xil ranglari. Bu yerda Finland, hozir bolalari chiqdi ko'rdik. 3 ta bolasi bor ekan. Mana, noyaqidan. Otasi. Mana ham bola beribdi bu. Rozoviy grupga sariq ajralib chiqqan. Bolani rozoviy grup debdi, anaqa voyenniy svetda. Ajraliblar, oqqa sariq ajralib. Rozoviy grup. Mana Finland. Juda ajoyib bo'ladi. Maşallah. Vallahi juda chiroyli bola beribdi. Kommentariyada maşallah yozib ketinglar, ko'z tegmasin. Mana shu hammasi maladoylar ekan. 60 tami Finlandda maladoy olishibdi. Mana yana bir ajoyib parlangan. Har yili bola beradi, antiqa bolalar beradi. Mana nari bunaqa mokriyasi bunaqa rangda rozoviy grup moda juplangan bolani juda ajoyib bola beradi. Finlandlar 4 tadan, mana hozir bitta ma'lumot, 2-partiyaga 4 ta bola berishdi. Mana shu qush 2-partiyasi. Birinchi partiyada bahor ishlangan, undan keyin yana ishlabdi. Bularda ham bolalari bor ekan. Bularda ham 2-partiyaga bolasi bor ekan. Endi tashqarida ko'rdik biz. Qushxonaga e'tibor beramiz. Videoda uzmay olyapman iloji boricha. Mana. Gnezdo iladigan joy, oldi tomondan qaraladi, oldidan quyosh tushadi. Bu yog'ida ham xuddi shu mana gnezdo ilgan joy. Oldi tomondan quyosh tushadi. Qafaslar balandligi 2 metr, uzunligi 2 metr, eniga 1 metr. Bu yerda ajraliblar ekan. Hammasi ajralib. Ko'z tegmasin, 6 ta bola chiqaribdi. Bular baqiradi, shuning uchun mana shu oxirigacha 30 juft ajralib. Hammasi oq, sariq, kriminal har xil ranglar. Mira, es que la
Bu yerda sandiqqa solib qo'yganlari bor ekan. 3 oylik vallahi unaqa mutasalari. Bunaqa injiqlarini olib qo'yishgan ekan, bu hech kimni kirgizishmaydi. Mana Aleksandrga sariq ajreli juplab harakat qilyaptilar. Xudo xolasa mutasallarga. Mana. Mutasana yomonlari. Ko'stinasi. Aqabaqa uchib olmayapti video. Anaqa finantni mutasalarga. Bu yerda qushxonalar hammasi bir xil formatda qurilgan, o'sha aytganimdek. Tashqaridan quyosh tushadigan, yorug'lik tushadigan qilib. Bu qushxonamizda aratinka qushlari boqilyapti. Ajrelilar, finantlar ham bor, lekin o'sha o'zimiz yaxshi turgan aratinka. Mana ham aytgan formatimda. Tashqaridan yorug'lik tushadi. Mana finantni bolalar. Qancha bolalar? Meshadan qaytaman, oxirigacha bormayman. Aratinkalar baqirishni boshlasa, hech narsa eshitmaymiz baribir. Qushlar ko'chmasini 3-partiyaga ishlayapti ekan. 3-partiyaga deydi. 4tadan, 5tadan bola berib, 3-partiyaga hozir tuxumi, tekshashning bolasi bor ekan. Bu tomonga bormayman, saydan qaytaman. Ko'chmasini mashalloh yozib ketinglar. Qushxona, qushlar sharoit zo'r. Mana finantlar. Vallahi Letni головой. Ajrelilar. Zo'r, sharoit zo'r, xona zo'r. Tomondagi nizoylar degan joylar. Yorug'lik, quyosh nuri zo'r. Nari tomonlarda ham qushxonalar, u tomonda qushlar yo'q hozir. Bizni kuzatishda davom eting. Kommentariyada o'zlaringni fikrlaringni qoldiringlar. Motivatsiya bersalaring, ana shunaqa qushxonalardan video qilamiz. Aytgancha mana bunaqa qush oldik. Mana. Mana shu 6 ta qushni 1 millionga, 2 millionga oldik. Bir jup spingel, bir jup radujnik, bitta babichka prostoy, bir dona radujnik nar. 2 millionga. Qushlar esa pul bo'lib qolgan hozir. Suvat ko'payib, qushlar pul bo'lib qolgan. Shunaqa qushxona kerak bo'ladi. Qushxona haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Balandligi 2 metr, uzunasi 2 metr, eniga 1 metrli qushxona. Hamma tomoni setka bilan to'silgan. Mana bu tomonda gnezdo ilgani joylari. Bu yerda gnezdo ilinadi, nazorat qilinadi, tuxumi bolasini oldidan don suvini beriladi. Oldi tomondan quyosh nuri tushadi, xotirjam yorug'lik tushadi, sirkulyatsiya bo'ladi. Qushlarda umuman muammo bo'lmaydi. Bu yerda bunaqa ajreli qushlar boqilayotgan. Ajreli oq, sariq, ko'z tegmasin, mashalloh. 6ta bola berib turibdi ekan. Rasha bolalar chiqdilar. Mana. Mana ketaveradi. Bizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Bundan ham zo'r joylarga borib video qilamiz, xudo xohlasa.